Yine bu resimler yadlarizda bormi? Bize çıkıp başta prezentatsiya etganimiz bu yangi O'zbekiston massivindagi Xorazmlik House'ni A va B bloklari qurilishadi. A blokni bitganini ko'ringlar. Bir yildan bo'lmadi, ozgina vaqt ichida shuncha ishat pashti 90% bitib qoldi do'stlar. Bu yana xudo xolasa tez oylada xonada egalarim ko'chib kiradi. Meni taklifim esa bu yonimdagi B blok bo'yicha. Bu blokda sotuv ochilgan, sotuv bilan parallel qurilish ham jadal suratda ketib turibdi. Eldindan 30% pulni to'lasangiz, nerealni kuchli takliflar tayyorlab qo'yibdilar. Mening taklifim hali hech qachon menimcha bo'lmagan. Shuning uchun siz telefon ating yoki ro'yxatdan o'tib bering, takliflarni o'zlaridan eshiting. Menga ishoning, Urganchda milliy lokatsiya boshqa bo'lmaydi. Xorazmlik House'ning taklif boshqa yo'liqmaslik mumkin. Hozir o'zingda. Xo'p deb bir telefon.